Yaxshimizlar qizlar, bugun sizlarga Italiya etsin usulini olib keldim. Shundoq oddiy. Ketarliklar bo'lsa, ko'k laza, qizil laza, bosh piyoz, jirnuguni cho'naq ketadi. Bugun men ishlagan tezqo bo'lsa, cho'ng'istan tezqosi, chupi va tiyolyoz bilan chiqadi. Mushunda xaltada 2 xalta 25 qo'y 5 mo boyo uyanak bordi. Go'shtni mushunda usha qalatda mushu siralat to'g'raymiz. Bir xalta idalima 2 kishi chiqdi qizlar. Bugun men 4 kishi qildim. Tam shundoq esil. Cho'ng'istan tezqosini chiqmoqdimisan bo'ladi. Hammamiz shundoq bilamiz. Men izchil ishiltib kelyapman. Go'shtni mayqsab bo'lgandan keyin tuzni chinroq qoraymiz. Laza, ko'k laza, qizil laza, misir to'g'raymiz. Bosh piyoz bo'lsa 4 burchak qalatda mushtaq chiroq chiqish uchun mushtaq 4 burchak to'g'ri olamiz. Jinjunguni to'g'rimisak bo'lsa, cho'ngroqni o'tirib ish qilsak bo'ladi. Go'sht pishib qo'rib bo'lgandan keyin bosh piyozni silib, asal tam chiqqandan keyin mush jinjunguni cho'nroqi, jinjunguni silib, buni qo'rib olamiz. Angacha bizning chupimiz pishidi, chupimizni suzib, suvni nech qadam o'tkazamiz, chunki dirong chiqadi chuplari. Tiyolyosini hozir sasak bo'ldi qizlar. Mushtaq alat kelgandan keyin go'sht bilan jinjungu bosh piyoz, mush tiyolyosini silib, yana bir azroq qo'ritib, bizning ham terlab olgan chupimizni silib, buni teksharlashtiramiz. Tuz kamoq qolsa, tuzni azroq sasanlar bo'ldi, lekin mush tezqosning ta'mi o'ziga yetadi. Tuzni samsaq bo'ldi. Odatda shu go'shtga azroq soldim, oqidan tuz solmadim. Ko'k laza, qizil lazani silib, yana azroq aralashtirib, ta'm chiqqandan keyin o'tni o'chirib iste'mol qilsak bo'ldi. Tenzam qo'njoq qo'yinglar. Cho'qim pilinchi alt-altroq yo'l yutinglar qizlar. Kelaysanni ko'rishaylik, xayr xo'sh.